Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi testimizni tayyor holatga keltirdik. Ya'ni yakshanba kuni olingan testimizni. Bu safargi testimizda ayrim o'zgarishlarni amalga oshiramiz. Ya'ni nima? Rash model tekshirish imkoniyatimiz bu safar yo'q. Sababi rash modelimiz biz xohlaganda ishlamayapti. Ya'ni savollari bir xil soniga ega bo'lgan o'quvchilarning ballari ham bir xil bo'lib qolyapti. Ya'ni nima? Masalan, kimdir 30-savol ishlagan bo'lsa, kimdir 31-savolni ishlagan. Lekin savollar soni teng kelib qolgan. 30-savolni ko'pchilik ishlay olgan bo'lishi mumkin, 31ni kamchilik ishlay olgan bo'lishi mumkin. O'z-o'zidan ballash sistemasi rash modeliga ko'ra qiyin savolga ko'proq ball berilishi kerak, ya'ni kam odam ishlaganiga bunisiga boshqacha ball berish kerak. Bizning holatimizda ikkala holatga ham bir xil ball beryapti. Shu sababli bu safar rash modelini tekshira olmaymiz. Kim nechta ishlaganini o'zi uchun bilib olishi mumkin. Ya'ni javoblar variantlari tashlanadi. Va o'z-o'zidan nasib bo'lsa onlayn rejimda, live rejimda yechimlarni qilamiz. Barchaga rahmat.